Hürmetli vatandaşım, loqorqa leksiyalarini anlap ötdüңlar. Endi bu leksiyalardan sizler bilen birlikte bir xulas çıkaraylı. Mesela hazır İtaliyada açılıvatkan dünyavi iyiyette devlet güruhu, terakki tapkan yet devlet güruhunun yığını ahırlaştı. Bu yığında bir qancha qatim qarorlar elindi ve yaki nait qarat millaqi egi sözler sözlendi. Biz atlatin başlap sözüşümüz mümkün. Bu qatim yeti devlet yığını, devlet başçıları yığını Cenubu Deniz doğrusudum söz sözledi. Bugün endi eytimizki Çavuşan meselesi doğrusu da yeti devlet yığınının nemi degenligide aşkarı bolmasımı, tahvatır çıkmagan bolsunmu? Biroq bu fursatda oturup Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe suhbat o'tkazdi. Suhbatning mazmunini biz yuqorida sizlarga ko'rsatdik. Hozir Çavuşan yerim orli vaziyatiga nazar solsangiz, biri Amerika Qo'shma Shtatlarining tuyuqsiz 3 dona avtomatgini G'arbiy Tinch okeanga, yani Çavuşan yerim arlığı yakın taraflarga avatkenligi. Dal şundaq münasebeti endi qarayımızki Çavuşan oldimizda biz sizlarga so'zlagan şeylerimiz dedik ki 5. ayının 13. günü o bir qatam raketa partlatdı. 5. ayının 21. günü o yana bir qatam raketa partlatdı. Bugün xabarimizni sizlar ko'rib turibsizlar ki Çavuşan yana bir raketa partlatdı. Biroq Çavuşanның bu partlatkan raketasının vakti, ornu doğrusu da enek bir malumat verilmedi. Verilmesi mi? Lekin bu azı tarqılıb otlarığı çıktı. Demek bu 2 hafta içinde Çavuşan 3 qatim raketa partladı. Onun üstüge Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 dana avtomatkisining Çavuşan yerim arlı su yüzüge yetib kelişi, Çavuşanның arka-arkadan haftalab raketa sınaq qilishi, bu qatim yadro sınaq qilishi, bu ahvalda Çavuşan yerim arlı vaziyetining krizisini texmi murakkablaştirdi ve texmi keskinleştirdi. Şundaq ahval asıda azı Shinzo Abe nime dedi? Mesela Rusya taraf bolsun ve ya Jungo taraf bolsun, hazırgıça Çavuşanның meselesini biz söhbet arkalı hal qilamiz dedi. Söhbet arkalı hal qilish degan söz Shinzo Abe'nin sözünün uzaydan qaraganda faqatla vaqt jihatda Çavuşanga fursat yaratıp berish deganlikdir dedi. Çavuşan harbiy tayyorliqlarni bitirdi ve harbiy tayyorliqlarga kirishdi. Söhbet degan söz bunun yordamchi bo'ladi dedi. Şundaqla o devletlerin bu siyasinin taktika ve siyaset nima ekan? Bir taktikalık bir siyaset ekanligini mi başqa nuqtadan turib Shinzo Abe tanqid qilgan bo'ldi. Demek bunda tanqidni aytganda hozir endi Çavuşan meselesini tinch yo'l bilan hal qilishning umidi bormi yo'qmi? Bunun Amerika Qo'shma Shtatlari tinch yo'l bilan hal qilish tirishchanlik ko'rsatib keldi. Mana Çavuşan meselesi o'tirg'i chiqqandan beri Prezident Trump bir 2 qatim nutq so'zlagandan boshqa hech qanday ciddi hareketli bo'lmadi. Lekin bugun avtomatlarning kirishi ham bu bexatarlik uchun bo'lsin, qo'dirish uchun bo'lsin, Çavuşan yerim aralida urush portlashidan oldin olish uchun bo'lsin va yoki boshqa maqsadda bo'lsin, 3 dona avtomatning Çavuşan yerim araliga kirib kelishi, bu yerdagi vaziyatning hammasi yig'ib kelgan vaqtda Shinzo Abe'ning bu gapi, masalan, Çavuşan meselesini suhbat bilan hal qilish degan so'z bizning Çavuşanni embargo qilishimizning natijasiga to'salg'i paydo qildi. Shundaqla Çavuşan meselesini tinch yo'l bilan hal qilish degan so'z hozir Çavuşanning harbiy tayyorliqlarini kengaytishiga yordamchi bo'ldi. Fursat yaratdi. Bu gaplarning vazni bek og'ir juma, hurmatli vatandoshlarim. Bek og'ir bu gaplarning vazni. Shundaq bo'lganda hozir Sharqi Osiyoning vaziyati shuga keldi. Lekin buni yoki u nuqtadan yoki bu nuqtadan tanqidlash jihati Rossiya matbuotlari taxicha dadil ya aktiv bo'lmadi. Shuna qaraganda Rossiya matbuotlarining pozitsiyasidan qaraganda u bir taraf turdigandek turdi. Chunki bu yerdagi masala hozir bu shaxsning yoki bir davlatning, birla Amerikaning yoki birla Kim Jong Unning shaxsning ishi emas. Hozir Çavuşan rayonining bu vaziyati Prezident Trump aytgandek bu dunyoviy tahdid. Şunu dunyoviy masala sifatida hal qilishimiz lozim. Hammamiz o'rtoqlashib, birlashib, kuch chiqarib Çavuşan meselesini hal qilishimiz lozim deb bu qatim Italiyadagi 7 davlat guruhining yig'inda Prezident Trumpning xalqaro jamiyatga murojaat qilishi, masalan, birlikchilar besim ishilsizlar deb murojaat qilishi, andan keyin so'zin Toronto xonimning Beijingga berib, bu ta'xirsiz vaqt oxirlashdi. Ciddiylikni ula, yani cungulukla donup yetti. Ta'xirsiz
vaqt oxirlashdi. Bir taraf qilishning vaqti jiddiylashdi deganligi mana bu sizlarga ham bizga ham jahonga hozirgi vaziyatda Chavshanning bundan keyingi vaziyatining qandoq bo'lganligini oshkora ko'rsatib berdi. Asli qoida bo'yicha xalqaro jamiyat tirishchanlik qildi. Suhbat orqali buni hal qilish kerak. Suhbat orqali hal qilamiz degan gapni o'ttirg'i chiqarayotganda Chavshan kayni-kaynidan 3 dona raketa qo'yib berib, xalqaro jamiyat bilan qarshilashdi. Endi bunday ahvol ostida Chavshan masalasini zada qandaq bir taraf qilish kerak. Siz bilan biz bu to'g'rida bir nima demaymiz, lekin cho'ng davlatlar, masalan Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, andan keyin buning bevosita munosabatli Koreya, andan keyin Osiyodagi bu davlatlarning ittifoqdoshi Avstraliya, mushu davlatlar endi Chavshan masalasi bo'yicha qandaq tadbir oladi? Vatandoshlarim, biz bu ishlarni kuzatib turaylik.